Payg'ambar alayhissalatu vassalom Abu Bakr bilan birga radhiyallohu anhu g'orda yashirinib o'tirishibdi. Asma bintu Abi Bakr radhiyallohu anha. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning yollaridagi zot Abu Bakrning qizi. Asma muhojir sahobalar ichida eng oxiri vafot etgan ayol. 80 yoshdan o'tgandan keyin vafot etganlar. 80 dan o'tib. Asmoning dadasi sahoba. Asmoning bobosi sahoba. Asmoning eri sahoba. Asmoning o'g'li sahoba. Asmoning singlisi sahoba. Bunaqa inson bo'lmaydi. To'rtta sanat sahoba. Dadalari Abu Bakr. Dadalarining dadalari Abu Quhofa, eng oxirgi musulmon bo'lganlardan. O'zlari sahobiyya. Singillari kim? Oisha radhiyallohu anha, sahobiyya. O'g'illari Abdulloh, sahoba. Abdulloh hijratda birinchi tug'ilgan musulmon sahobalardan hisoblanadi. Abdulloh ibn Zubayr. Asma aytadi. Dadam bilan Muhammad alayhissalom chiqib ketganlaridan keyin dadamning dadasi keldi deydi. Abu Quhofa hali musulmon bo'lmagan. Kelib Asmoga aytgan ekan. Bu dadang sallarni tashab ketdi. Sallarga u bu narsa qoldirdimi yoki shuni tashab ketib yordimi? Deb Abu Bakrga ishora qilgan o'zining o'g'liga. Deganda Asmo aytadi, Abu Quhofani ko'zi ko'rdi deydi. Yo, dadam bizga deydi juda ko'p mol dunyo qoldirdi deb qo'llariga bir idishni olib, ichiga toshlarni qo'yib, ustiga kiyimlarini qo'ygan ekanlarda Abu Quhofani qo'lini ushlab halgini tepasiga bundoq tegizgan ekanlar. Ko'ryapsizmi shuncha tilla qoldirdi deb. Abu Quhofa aytgan ekanki, "Ha, demak yaxshi ekan. Xotirjam bo'ldim, sizlarga yaxshi narsa qoldiribdi" deb. Asmo aytadi, "Biror narsa qoldirmagandi" deydi. Hech narsamiz yo'q edi deydi. Keyin payg'ambar alayhissalatu vassalom bilan Abu Bakr Siddiqni g'orda ekanligini yagona Asmo bilardi. Bitta shu bilardi. Abu Quhofa ketgandan keyin Abu Jahl keldi, 5-6 ta o'zini ya'ni shotirlari bilan. Kelib Asmoga aytdiki, "Dadang qani?" dedi. "Bilmayman" dedi. "Sen bilasan" dedi. "Yo, bilmayman" dedi. "Sen gap qaytarma" deb urib yuzlarini qonatdi. Keyin ketdi deydi. Kech bo'lganda ovqat tayyorladim. Ovqatlarni bitta idishga solib, ya'ni ko'taradigan idishda yo'q. Keyin belbog'imni oldim deydilar. Belbog'ni yoyib ikkiga bo'ldim deydilar. Bir qismiga quruq non, xurmolar, ikkinchi qismiga boshqa ovqatlarni solib, ikkita belbog'da olib borib payg'ambar alayhissalatu vassalomga yetkazdim deydilar. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom bu ya'ni nitoq deyiladi. Bu nitoqni qayerdan olding dedilar. O'zimni belbog'im edi, shuni ikkiga bo'lib sizga olib keldim deganlarida payg'ambar alayhissalatu vassalom, Alloh taolo senga bu ikkita nitoq o'rniga jannatda senga ikkita belbog' beradi dedilar. Mana shu gapdan keyin Asmoning bitta ismi Zatin Nitoqayn edi. Ikki belbog' sohibasi. Belbog' Allohning yo'liga, ulug' niyat yo'liga sarflangan belbog'ning qadrini qarang. Hozir imkoniyatim bo'lsa, million milliard mablag'im bo'lsa, o'sha ikkita nitoqni sotib olasanmi desa, ikkilamay sotib olaman. Lekin ololmaymiz. U maqom ularga nasib qildi. Biz ulardan nima sotib ola olamiz? Niyatni sotib ola olamiz. Niyat. Islomda niyat muhim. Asma radhiyallohu anhoni payg'ambar alayhissalatu vassalom Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Zubayr ibn Avvomga turmushga berganlar.
Zubayr ibn Avvomning na moli bor, na oti bor, hech narsasi yo'q odam edi. Quli ham yo'q edi. Kambag'al odam edi. Asmo radhiyallohu anha Zubayrning bir chekkada yotgan bog'idan ishlab mehnat qilib, ya'ni meva-chevalarni, xurmolarni uyga tashirdi. Boshiga qo'yib olib, uyga tashirdi. Taxminan 5 chaqirim joydan. Ulamolar 3 kilometr atrofida deydi hozirgi kunda. Ayollarimiz mehnat qilar ekan, biz sahobiya ayollarni bir eslash kerak. Asmo aytadilarki, bir kuni payg'ambar alayhissalatu vassalom yo'lda ketyaptilar. Otda bir qancha navkarlar bilan, sahobalar bilan. Ko'rdilarda rahmlari keldi Asmoga. Asmo otga minib ol dedilar. Bitta otga mingashtirib olib, uyingga tashab qo'yamiz deganlarida Zubayrning rashkidan qo'rqdim deydilar. Erlari o'ta qattiq rashkchi odam edilar. Rashklari qattiq edi. Zubayrning rashkidan qo'rqdimda hayo qildim, chiqmadim otga. Keyin kelib Zubayrga aytdim. Shunaqa yo'lda Rasululloh ko'rib qoldilar, otga min dedilar, minmadim. Sizni rashkingizni aytdim deganlarida Zubayr shunaqa qattiq odam bo'lgan ekanlarda. O'sha boshingda shuncha yukni ko'tarib kelganing afzal menga begona odamlarni otiga minganingdan degan ekanlar. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qizlarini qiynalib ketganlarini eshitib, bir qulni jo'natgan ekanlar. Mendan senga shu qul o'sha bog'ga borib kelishlik, suv tashishlikni shu qulga buyurasan deb. Asmo aytadilar, shundan keyin qullikdan ozod bo'lganday bo'ldim deganlar. Qarang, eriga shunaqa xizmat qilgan ekanlar-da. Asmo radhiyallohu anhoning yana bitta fazilatlari bor. Dadalari Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu tirikligida jannat bashoratini olgan. Abu Bakr fil janna deganlar payg'ambarimiz. Dadasi jannatiy ekanligi aniq. O'zlari jannatiy ekanlariga payg'ambar alayhissalom g'orda aytayaptilar. Senga Alloh taolo jannatda ikkita belbog' beradi deyaptilar. O'zlari ham jannatiyligini aniq. Turmush o'rtoqlari Zubayr ibn Avvom asharatul mubashsharadan bittasilar. 10 ta jannat bashoratini berilganlardan bittasi. Erlari ham jannatiy. Shu ayolni qiynalganini qarang. O'g'illari Abdulloh Madinada tug'ildi. Madinaga hijrat qilganlarida Madinadagi yahudiylar, munofiqlar musulmonlarni xatolarini izlashardi. Qachon xato qilarkin bu musulmonlar, qachon qoqilarkin bu musulmonlar deb yurishardi. Vaqt izlashardi, imkon qidirishardi. Madinaga kelganlaridan keyin 1 yil, 1,5 yil orasida farzand tug'ilmay qo'ydi. Shunda gap tarqatdi munofiqlar, yahudiylar aytdiki, "Ya bu musulmonlar" dedi, "zoti qirildi bularni" dedi. Bulardan endi odam ko'paymaydi dedi. Chunki bular o'zini dinini, o'sha butga sig'inadigan dinini tark qildi, bularni butlari bularni qarg'adi degan gap tarqatishdi. Gapni qarang. Folbullar gap tarqatadi-yu. Shunaqa gapda endi bu. Na asosi bor, va na burhoni bor, hech narsasi yo'q. Faqat shu zarar bersa bo'ldi, faqat qalbiga mahzunlik, shu ilonni singari chaqsa bo'ldi. Ha musulmonlar bo'ldi, qirilib ketadi. Payg'ambar alayhissalomga bu gap ta'sir qilardi. Xafa bo'lardilar. Va yagona ayol homilador kim? Asmo. Bu Asmoga qaradinglarmi? Bu Asmoni ehtiyot qilinglar. Bu Asmodan xabar olinglar. Har kuni so'rardilar. Bomdodda ham, Xuftonda ham. Chunki shu kelajakning bashorati. Shu. Asmo radhiyallohu anha tuqqan zahotlari ko'tarib Rasulullohning oldiga olib keldilar. Birinchi og'ziga kirgan so'lak yemish Rasulullohning so'laklari bo'ldi. Abdulloh deb nom qo'ydilar, ya'ni xurmo chaynab unga tanglayini ko'tarib qo'ydilar. Abdulloh. Butun Madinada musulmonlar takbir aytishdi. Allohu akbar, Allohu akbar takbirlarni aytishdi. Xursandchilik takbirlarini. Chunki Madinada birinchi tug'ilgan muhojir Abdulloh ibn Zubayr. Keyinchalik bu zotning tarixini o'qisangiz, ko'zlaringizdan yosh chiqadi. U kishini ham qatl qilishgan. Hajjoj degan odam qatl qilgan. Abdulloh ibn Zubayr Yazid ibn Muaviya vafot etgandan keyin mana shu Makkada, mana shu turgan joyimizda odamlardan bay'at olganlar, xalifa bo'lganlar. Hajjoj Abdulmalik ibn Marvonning
buyrug'i bilan Makka ga hujum qilgan. Askar tortib kelgan va Abdulloh radhiyallohu anhu ni qamal qilgan. Mana shu Ka'bani manjalik degan narsa bilan tosh bilan urib maydalagan, sindirgan. Chunki Abdulloh ibn Zubayr yuqorida aytganimiz xatm degan joyni tekis qilib Ka'bani eshigini pastga tushirgandilar. Xalifalar payg'ambar alayhissalomning orzulari bor edi. Oysha onamizga aytgan edilar: "Ey Oysha, seni qavming, ya'ni Qurayshni aytibdilar. Gap so'z qivorishligini, ya'ni bo'lmaganda edi, men xatmni tekislab qo'yardim, ya'ni yetmagan joyini bitirib qo'yardim, eshikni pastga tushirib qo'yardim. Faqat odamlarning gapi uchun buni qilmayapman" deganlar. Bundan ham katta fiqh olinadi, birodarlar. Odamlarning ba'zi fitnali masalalari qo'zg'alish mumkin bo'lgan o'rinda jim turdilar. Rasululloh jim turdilar. Abdulloh ibn Zubayr shuni qilganlar. Xalifa bo'lganlaridan keyin Ka'bani bitirganlar, eshikni pastga tushirib qo'yganlar. Keyin Hajjoj kelib Ka'bani buzib, ya'ni eski holiga qaytarib qo'ygan. Asmo 80 dan oshgan, ko'zi ojiza. Abdulloh o'g'illari keldi onani oldiga. Urvat ibn Zubayr, Urva degan ukalari ham bor. Ikkalalari keldi. Kelib onalarini peshonalaridan o'pdilar. Aytdilarki, Hajjoj meni ushlasa so'yadi, terimni ishilib oladi. Shundan xavotirdaman dedi. Deganda ona aytdiki, "Ey o'g'lim" dedi, "haqda bo'lganingdan keyin qo'rqma" dedi. Qo'yni so'ygandan keyin terisini shilishligi unga zarar qilmaydi dedi. O'lim rohat dedi. O'lim rohat. Urva aytadiki, bu gapni akam boshqacha tushundi deydi. Ya'ni men o'lib ketsam, seni holatingni ko'rmasam menga rohat deb o'ylayapti onam deb o'yladi. Aslida sen dunyodan o'tib ketadigan bo'lsang, seni shu o'tishligingni ko'rmasliging menga rohat deb tushungan edi deydi. Keyin o'g'rini quchoqladi. Quchoqlaganda ichidan sovut kiyib olgan ekan Abdulloh. "Nimaga sovut kiyib olding? Qo'rqyapsanmi?" dedi. "Haqda bo'lganingdan keyin qo'rqma. Yech sovutni" dedilar. Abdulloh sovutni yechdi va Hajjoj zolimning oldiga bordi. Hajjoj zolim u kishini boshlarini olgan. Jasadlarini ko'chaga osib qo'ygan. 3 kun osig'licha turgan jasad ko'chada. Asmo Hajjoj oldiga bordilar. Hajjoj "Ey ona" dedi Asmoga. "Meni ayblama" dedi. "Chunki men amirman" dedi. "Menga buyurgan xalifa bor" dedi. "Uni buyrug'i bilan qildim bu ishni" dedi. Asmo aytdiki, "Meni ona dema. Men senga o'xshagan bola tug'maganman" dedi. Payg'ambar alayhissalom aytganlar: Bani Saqifdan 2 odam chiqadi. Bittasi kazzob, bittasi zolim. U kazzobni ko'rdik. Muxtor as-Saqafi degan odam chiqqan. Payg'ambar da'vo qilgan, Alloh taolo balosini bergan uni. Ammo ikkinchisi zolim sensan dedi. Asmo Hajjojga qaradi. "Ey ikki belbog' sohibasi, o'g'ling menga qarshi isyon qildi. Isyon qilgani uchun jazosini berdim" dedi. "U fosiq edi, ya'ni amrga qarshi chiqqan odam fosiq bo'ladi" dedi. Deganda Asma aytdiki, "Bekor aytibsan" dedi. "Men o'g'limni balog'atga yetgandan beri har doim kechasi qiyomda ekanligini ko'rganman. Kunduzi ro'zador edi. Bu o'g'limga birinchi bo'lib Rasulullohning so'laylari kirgan.
Ammo Rasulullohning hadislari quloqimda turibdi. Saqifdan bir kazzob, bir zolim chiqadi degan. Kazzobni ko'rdik, zolim sensan dedi. Mendan nima xohlaysiz dedi. O'g'limning jasadini qaytarib ber dedi. Boshni jo'natgan edi, bosh ketgan. Ya'ni haqiqatda qatl qilganini ko'rsatib, shu paytda boshni jo'natishdi. Jasadni qaytib berdi. U kishini yuvib kafanlab dafn qildilar. Rivoyatlarda ikki xil rivoyat bor. O'g'illarni dafn qilgandan keyin 7 kundan keyin boshqa birida 15 kundan keyin o'tganlar o'zlari. Asma radhiyallohu anha hadislar ham rivoyat qilganlar. 70 dan ortiq hadis rivoyat qilganlar. Imom Buxoriyda 7 ta hadislari bor. Imom Muslimda 5 ta rivoyatlari bor. Imom Muslim 7 ta hadisda ittifoq qilishgan Asma onamizdan. Muhojir bo'lgan sahobalar ichida eng oxiri vafot etganlar. Shu kishi eng oxiri 80 dan o'tgan davrlarida. Alloh taolo rozi bo'lgan bo'lsin. Shunday zotlarni tarbiyalagan, shunday zotlarni ko'rgan tarixiy joydamiz. Ular haqida eshitib, o'qib, o'rganib qo'yishimiz kerak. Qiziq bir hodisa ham bor. Oila sharoiti birodarlar. Oddiy bo'ladi har doim. Kimnidir oilasi osmonda, kimnikidir okeanda, kimnikidir Marsda yashamaydi. Shu yerda o'tirgan hammaning taqdiri bor o'ziga yarasha. Hammaning oila siyosati bor. Shuning uchun oila siyosatini erkak, ayol o'zi hal qilish kerak. Har xil holat bo'ladi, oilada har xil holat bo'ladi. Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhu Asmoni taloq qilganlar. Qattiq qo'l edilar, aytdik-ku biz, qattiq qo'l edilar, rashk qilardilar, ayollarini qizg'anardilar. Bir kuni sal qattiqroq tegib turgan ekanlar, Abdulloh kelib qoldi, o'g'illari, haligi Abdulloh. Eshikdan kirib kelayotdi, "To'xta" dedi Zubayr. "To'xta, onangni himoya uchun kelyapsanmi?" deyapman. "To'xta, eshikdan kirsang taloq qilaman onangni" dedi. Deganda Abdulloh aytdiki, "Dada" dedi, "onamga zulmni ko'p qilib yubordingiz lekin" dedi. "Taloq qilsangiz qila qoling" dedi, eshikdan kirdi. O'shanga boyin taloq qilib yuborganlar. Bu o'sha oilani bir siyosati bo'lgan. Lekin Zubayr haqida nima deya olamiz? Nima deya olasiz? Hozirgilar deya oladi, xotiniga qattiq qo'l ekan deb. Voy, Zubayr jannatiy odam. Erkak kishi biroz zardali bo'lishligi muhim oilada axir. Endi Asmoga nima deya olamiz? Unga bir narsa deya olmaymiz. Eng ma'quli nima? Bu gapga aralashmaslik. Abdulloh radhiyallohu anhu onamni qutqardim deganlar shunday keyin. Qattiq qo'l ekanlar, lekin bu bilan bularning o'rtasidagi masalaga biz ikkala tarafga ham ta'na qila olmaymiz. Oila masalasida har xil holat bo'lishi mumkin. Alloh taolo ulug' zotlarni esladik, ularni fayzidan, ularni barakotidan bizlarga nasib qilsin. Farzandlarimizdan, zurriyotlarimizdan ahli ilmlar, qorilar, olimlar, millatga, ummatga foydasi yetadigan insonlar chiqishligini nasib qilsin. Sizlarni biroz vaqtinglarni oldik, rozi bo'lasizlar. Bu diyorlarni qadrini shu qadar bilishimiz kerak. Bu joy eng dunyodagi afzal, fazilati ulug' yerlardan hisoblanadi. Alloh taolo bu fazilatlarni g'animat bilishimizni o'zi nasib qilsin.